Qaysi turdagi matematika chiziqlar, burchaklar va shakllarni o'rganadi? Savolimni tugatmasimdan javob berib qo'yganingiz uchun yutqazdingiz. 1-0 siz yutyapsiz. 12 soni 48 ning necha foizini tashkil qiladi? 25%. 25%. 1-1. Samuraylar qaysi mamlakat vakillari? Yaponiya. To'g'ri, ko'paytirilgan 2 plus 13 nechi? 21. To'g'ri. Madhiyamiz musiqasini bastalagan muallif kim? Mutal Burxonov. Mutal Burxonov. Chanel atri qaysi davlatda ishlab chiqarilgan? Italiya. Fransiya. Fransiya. Ozarbayjon davlati poytaxti qaysi? Boku. 4-3. Xitoy pul birligi nima? Yuan. Yuan. 4-4. Kim yaqin raqam aytsa, o'shani g'olib deb sanaymiz. Yer yuzida qancha inson ochlikdan qiynaladi? Turavering joyingizda. 50 millionga yaqin aholi. 50 million. Sizni javobingiz 50 million bo'ldi. Bu yigitning javobi 30 million bo'ldi. 800 millionga yaqin edi. Siz 50 million deb yaqin kelganligingiz uchun 5-4 siz g'olib. Arzimas bo'lsa ham sovg'amizni qabul qilasiz hamda Aprel kompaniyasi, homiyimiz Aprel kompaniyasi tomonidan sizga kir yuvish kukuni